Assalamu alaykum. Xitoy G'ulaydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy G'ulaydigan az qoldi nomli programmamning 18-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intan xursandman. Oldi bilan hammanglarning bo'lib o'tgan Qurban itinglarni qizg'in tabriklayman. Gerçi chet ellarda biz Uyg'urlar, sarsalliqda yashayotgan Uyg'urlar, Xitoyning bizga olib kelgan turli zulmlari, turli yo'ldagi yo'q siyosatlar sababidan biz xushal bo'lamayotgan bo'lsakmi, lekin imkoniyatning boricha umidvor bo'lishga, xushal bo'lishga tirishib kelyapmiz. Alloh xolisa kelar yili Qurbaniyatni vatanda lagerlarning, türmelerning quluplar chiqilgan lagerlardagi türmelardagi qarindoshlarimiz ozod bo'lgan holda vatanimiz Sharq Turkistonda o'tkazishga nisib bo'lg'ay. Alloh bizni shu kunlarga yetkazgay deb duo qilamiz. Bugun Xitoy G'ulaydigan az qoldi nomli programmamning 18-qismida tuvandagidek mazmunlarni sizlarga sunmoqchiman. Oldi bilan o'tgan haftalarda bo'lib o'tgan dunyodagi eng cho'ng vaqalarning biri Amerikadagi eng cho'ng universitetlarning biri bo'lgan, tarixina uzun universitetlarning biri bo'lgan, dunyoga nurg'un adolatparvar, insonparvar, dunyoni o'zgartirishda muhim rol o'ynagan ajoyib qaltis, yaramliq, isil odamlarni yetishtirib chiqqan Harvard universiteti, shu Harvard universitetida o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarga Amerika viza berishni to'xtatganligini e'lon qildi. Bu ishonch chemberininki paramparcha bo'lib chugilib ketishi bo'lib hisoblandi. Harvard universitetini chet eldagi nopusliq universitetlarning biri. Bu yerlarga tirishchan o'quvchilar, bilim elish yo'lida izlanadigan o'quvchilar kiradigan bir bilim ma'rifat o'chig'i. Amerika mana shu Harvard universitetida o'qiyotgan o'quvchilarga viza berishni to'xtatilganligini e'lon qildi. Bu ishonch chemberininki buzilganligining belgisi. Harvard universiteti Xitoy o'quvchilariga viza cheklimiz qo'ydi. Bundaqcha aytganda, ya'ni qo'g'lab chiqarmoqchi bo'ldi. Amerika tarafining e'lon qilgan bayonotida nima uchun Harvard universitetida o'qiyotgan Xitoy o'quvchilariga viza cheklimiz qo'yganligini, ya'ni viza bermaydiganligini, ya'ni Harvarddan butunlay qo'g'lab chiqarganligini e'lon qilgan bayonotida shundaq deb yozilgan: biz Jungo Kommunistik partiyasining Amerika universitetlarini qo'llanishiga, Amerikaning tadqiqot natijalari, bilim mulk huquqi yoki texnikasini o'g'irlab harbiy kuchini oshirishiga, axborot to'plashiga yoki o'xshamagan fikr va ko'z qarashlarni bostirishiga yo'l qo'ymaymiz. Trump hukumati ve viza rasmiyati orqali davlatimizning bexatarlik va ommaviy bexatarligini qo'llashga, davlatimizning bexatarligi va ommaviy bexatarligini qo'llashga ahamiyat berdi deb yozgan. Xitoy taraf buningga sakrab ketib qaytarim bayonot berdi. Xitoyning bayonotida buni bir ayrimchilik deb muayyanlashtirdi. Shundaqla Xitoy o'quvchilarininki o'rganish, izdanish huquqlarini oyoq osti qilganlik, bu o'zlari doim tilga o'tilgan erkinlik va o'zgarlik deganlarning yolg'onligini o'tirib qo'ydi deganga o'xshash bir qanchalagan noroziliklarni bildirib o'tdi Xitoy taraf. Endi Harvard universitetidan qandaq Xitoy o'quvchilar qo'llab chiqarildi. Bu ikki xil o'quvchilar qo'llab chiqarildi. Buningda birinchisi Xitoy Kommunist partiyasi bilan munosabati bo'lgan o'quvchilar.
Әмді şu Xitay Komünist Partisi bilen nayet yakın münasebet ornatkan, Xitay Komünist Partisi'nin hizmetini kılgan, okuğuçular qo'llab chiqarilgan bo'lib, Xitay Komünist Partisi'nin ki 100 milyonga yakın a'zosi bor. Xitayning o'zidan 400 milyon aile, 400 milyonga yakın aile Xitay Komünist Partisi'nin a'zosi ekan. Şu chet ellarda Amerikani o'z ichiga olgan Xitoyning sirtida 100 milliondan ortiq a'zosi bor ekan Xitoy Kommunist Partiyasining. Ya'ni odatda 4 kishininki birsi shu Xitoy Kommunist Partiyasiga bog'liqlik yoki Xitoy Kommunist Partiyasining a'zosi bo'lib hisoblanadi ekan. Shuning uchun Harvardni butunlay kommunistlar qoplab ketgan bo'lib, keng bir Xitoy Kommunist Partiyasininki bir meydaniga aylanib qolgan ekan Harvard Universiteti. Xitoyninki Harvard Universitetiga ham ta'sir ko'rsatayotgani yo'q. Xitoy dunyodagi eng chong universitetlardan Azhar, Misrdagi Azhar Universitetidagi diniy ta'lim tarbiyalargacha ham Arabistondagi nurg'ulg'an diniy oliy maktablargacha o'zining ta'sirini ko'rsatib, shu islom dinining asosiy prinsiplari, haq adolat prinsiplari ve nimelerinin dünya qarashlari, fikir, ideya, tushunchalarini oyoq osti qilib islom dinini dastlab chaylab shundoq qalayimqon qilib etiglik. Keyingi programmalarimda men Azhar Universitetini Xitoy qanchalik darajada bulg'ab etganligini haqida, ham kommunizmlashtirib etganligini, ham nurg'ulg'an Uyg'ur o'quvchilarini chiqishiga sharoit yaratib berganligi qatorliq mazmunlar haqida to'xtalman. Demak, bu qitim Harvard Universitetini Xitoyninki shu kommunistik ta'sirdan tozalash uchun Trump hukumati viz berishni cheklagan. Ikkinchisi kritik, ya'ni muhim nuqtaliq texnikalik kasblarda alayda tarbiya yo'qotganlar, alayda bir xil Harvard Üniversitesi'nin alayda pəllərdən, alayda yeni türlərdən bu fen texnikaya ait kəsblərdə uğurluq qilish maqsadida ulardan qanday yushirin holda buzg'unchilik qilish maqsadida dars o'tgan o'quvchilarni Harvardga viz bermaslik qarorini oldi. Amerikada 1 milyondan ortiq xalqarалық o'quvchi o'qiydigan bo'lib, bularning ichida jami 277 ming shu Xitoydan kelgan Xitoy o'quvchilar ekan. Ya'ni har 4 chet ellik o'quvchininki birsi Xitoy o'quvchi bo'lib hisoblanadi ekan. 1970-yillarda, ya'ni 1980-yillarda Xitoy islohot etishni yo'l qo'ygandan keyin Xitoy nurg'ulg'an o'quvchilarni Amerikaga avatib, Amerikada bilim olish yo'llarini ochgan. Bu orqali Amerikalik Xitoy o'quvchilar orqali Xitoy munosabatlari yaxshilangan bo'lsa, 80-yillarni hisoblagan vaqtimizda shu 40 yildan ortiq vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 2025-yilda gumon qilish bilan Xitoy o'quvchilarniki Xitoyga josuslik qilayotganligi va nurg'ulg'an uchurlarni o'g'irlayotganligi dek ishonchsizlik bilan Harvarddan, Amerikadan qo'llab chiqarilyotdi. Muhim ilm fan o'choqlaridan, ma'rif o'rinlaridan, maktablardan qo'llab chiqarilyotdi. Xitoy o'z navbatida yana shu dunyoning ko'z oldida ishonchsizlik. Xitoy yana savdo tijorat urushida utirib qo'yib qolmasdan dunyoning ko'zidagi eng muhim bo'lgan alqiliq nuqtalarning birisi bo'lgan ishonch jihatda cho'ng utirib qo'yotdi. O'tganda yana Oqsaroy uqtirish tushirib, har qaysi konsulxonalarda ishlaydigan, Amerikaning har qaysi konsulxonalarida ishlaydigan, har qaysi hukumat organlarida ishlaydigan hukumat xizmatchilarininki Xitoy ayollari bilan to'y qilishni, hatto
kafe içishini çekildi. Nim degan ichinishlik ahvoli dunyoda boshqalarning dunyoning nazaridan tushib qilishdanmi betar ig'ir bir oqibat bo'lmasi kerak bir millat uchun. İnşallah biz Uyg'urlar Xitoyninki 70 yildan ortiq vaqtdan buyon qirg'inchilikqa uchrayotgan bo'lsakmi, shunchalik bir ishonchli bir millat deb qarayman. Xitoylarga nisbatan selishtirganda Xitoy bostirib kelgandan keyin vatanimizga rost haqiqatan bizningki psixikalarimizda, milliy xarakterimizda Xitoylarning ta'siri, ashtaq yolg'onchilik, aldamchilik, kazzoblik nimalari ancha-muncha singan bo'ldi. Lekin yanala biz o'zimizning ishonchli bir millat ekanligidan iborat bir xarakterimizni dunyoning hamma yerida jilolantirib, jonlantirib kelyapmiz. Demak, Xitoy bir yoqdan savdo, tijoratda Amerikaning yuqori darajada boj qo'yish sababidan qattiq ziyon uchrayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan dunyoning ishonchisidan tushib, dunyoning ko'zidan tushib, Xitoy millati degan bu millat umumyuzlik Xitoy Kommunist Partiyasiningki shu naqadar bir ishonchsiz bir partiya ekanligini chunqur isbotlab beryapti. Onundan boshqa shu yaqinda Los Angelesda shu Amerikaninki ko'chmanlar siyosatiga qarshi to'polonlar bo'ldi. Ko'rib turibsizlar televizorlardan. Bu to'polonlarning orqasida Xitoy Kommunistik Partiyasiningki borligi oshkorlanyapti. Demak, shu orqali dunyo Amerika to'nib ketdi. Shu orqali biz yana bir jilolanamiz, jonlanamiz. Uyg'urlar dunyoning sahnasida o'zininki qanchalik bir millat ekanligini namoyon qildi deb o'ylayman. Dunyo o'ylanishga boshladi. Shundoq cho'ng davlatlarni shunchalik darajada bo'zaq qilayotgan Xitoy o'zining mustamlikasi ostidagi Uyg'urlarga nimalarni qilmaydi deydigan bir to'nishiq asos jihatdan kelib bo'ldi. Bu bizning kelajakda kunlarimizning ichidan qaytadan o't bo'lib chaqnab yorug'lik chiqadiganligimizning bishorati. Onundan boshqa o'tgan haftada shu Suriya diktator Asad hokimiyatini ag'dirib tashlab, Suriyada bir demokratik Suriya hokimiyatining barliq kelishida muhim rol o'ynagan Uyg'ur armiyasi, Uyg'urlarningki kurashchilari Asad shu Suriya yangi demokratik Suriya armiyasiga qo'shildi. Suriyadagi 3800 nafar Uyg'ur askari Suriya armiyasiga qo'shilib ketdi. Suriya quruqliq armiyasi 84-diviziyasi Uyg'urlardan tarkib topgan. Asad mustabid hokimiyatini ag'darib etishda halqliq rol o'ynagan bir diviziya. Halabni qo'lga olishda xuddi shu viloyat inqilobiy mezgildagi G'ulji Harambog'ni jingni ilish kurashlariga o'xshash qahramonliklarni ko'rsatib kurashlarni qilgan. Damashqni ilishdimi oldingi front bo'lib hujum o'tgan va boshqa diviziyadagi boshqa frontdagi qarindoshlarga yo'l ochmagan. 3500 ba'zi ma'lumotlar 3500, ba'zi ma'lumotlar 3800 deb topdi. 3500 deb olsaqmi bo'ldi. Shu Donald Trumpning Ahmed al-Shara bilan qo'l elishib ko'rishi va yangi demokratik Suriyani qurib chiqish uchun yangi fursatlar berishi, Uyg'urlar bilan ko'rishga bir g'irish qolganligining bishorati bo'lib hisoblandi. Suriya Uyg'urlar uchun xuddi Turkiyadan qolsa xalqi bilan ish qo'yin tash qo'yin bo'lgan ikkinchi bir ishonchli davlat bo'lib qolishi mumkin. Chunki Suriya xalqi xuddi Uyg'ur xalqiga o'xshash nurg'unlagan Asad diktator hokimiyatining zulmiga uchragan, nurg'unlagan bombardimonlarni qilgan, Turkiya bularga eshigini ochib berish bilan Turkiyadan panolanib ming tasda o'zining davlatini qaytadan qurib chiqqan bizga o'xshash ezilgan bir millat. Uyg'urlar shundoq oq ko'ngil, qaysar, qayerda haq
haqsizlik bo'lsa, qayerda adolatsizlik bo'lsa, qayerda zulm bo'lsa, qayerda diktator bo'lsa, şey yugurib boradigan nayt aqko'ngil kuyimchan bir millatimiz. Suriya xalqi biz bilan taqdirdosh ham musulmon. Biz shuning bilan inshaalloh shu 84-diviziya Uyg'ur diviziyasining ko'rsatgan qahramonliklari, badallari sababidan biz Suriya xalqi bilan nayt chunqur bir do'stlik o'rnatamiz deb o'ylayman. Bu yerda ham 5-fevral ruhi, Hammad Tursun Salay ruhi bal, ruhi bal miyadamdi Abdülaziz Davud Xudobadi degan bir general ba Ahmed el-Sharani qishida. Shuning uchun biz Uyg'urlar intayin xo'shal Suriya armiyasining ichidan o'rin olganligidan, Suriya armiyasining ichidan o'rin ilishi demakki dunyoning ko'zida yana bir chaqnaydi degan gap. Bak bu Uyg'ur askarlarimiz haqida gap qilgan vaqtida men bak hayajonlanaman. Ular to'g'ri qildi deb o'ylayman. Ular Suriya xalqini zulmdan qutuldirish uchun kurash qildi. Diktatorlar Xi Jinpingga o'xshash, Asad diktator hokimiyatiga o'xshash, Xi Jinpingga o'xshash bugungi Suriyaninki Asad diktator hokimiyatidan qutulishi atki Uyg'urlarning Xi Jinping diktator hokimiyatidan qutulishi bo'lib hisoblanadi deb o'ylayman. Onundan boshqa yaqinda yana Germaniyada o'tkazilgan Xitoy Amerika suhbatida Amerika taraf Xitoyga 55% tomosha berish qo'ydigan, Xitoy taraf 10% tomosha berish qo'ydigan, Xitoy o'quvchilariga Amerika taraf viza cheklamasini amaldan qoldiradigan bir kelishimlar bilan oxirlashdi. Endi Xitoy o'quvchilariga viza cheklamasini amaldan qoldirish bilan hamma masala hal bo'lib ketamdi. Undaq emas. Yuqorida men deb o'tib aytgandek, Xitoy Kommunist partiyasiga a'zo bo'lgan Xitoy o'quvchilar Amerikaning ichini nayt qalayimqon qilayotgan. Yuqoridagi Oqsaroyningki bayonotlari davomli kuchga ega bo'ldi. Ham chunqur nazorat qilib turildi Xitoy o'quvchilar deb o'ylayman. Endi o'tgan haftadagi buni oldimizgi haftalardagi bo'lgan muhim voqealardan biri Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegseth yaqinda shu bir necha haftaning oldida Singapurda o'tkazilgan IISS Shangri-La deb atalgan bir dialog yig'iniga qatnashib nayt muhim so'z qildi. Ya'ni Pete Hegseth NATO'ninki Osiyo qit'asiga kirib qilish hapsini berdi va maxsus Xitoy qarta nayt ig'ir gaplarni qildi va kommunist Xitoy degan kalimani ishlatdi. O'tganda men Oqsaroyninki shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda kalimalarni qanday ishlatish haqida, kalimalarni yanglayotganligini, ishlatadigan kalimalarni yanglayotganligi haqida to'xtalgandim. Bu Xitoy Kommunist partiyasi, Xitoy kommunizmi, kommunistlar degan kalimani nayt ta'kidladi Pete Hegseth. Pete Hegsethninki shu yig'inda qilgan so'zlarining asosiy mazmunlari mundaq. U mundaq dedi: G'arbiy yarim sharning bexatarligini kuchaytiramiz. Panama kanalini Xitoyning ziyonli ta'siridan qutuldiramiz. Bu bir strategik rayon. Natijada Panama kanalini Xitoy inşa etmedi, biz inşa etdik. Biz Xitoyning Panama kanalini bir qurol holatiga keltirishiga va kontrol qilishga ruxsat qilmaymiz dedi. Bu so'zlarni Donald Trump efendim vazifaga o'tirish marosimida nayt keskin oldi deb o'tgandi. Panama kanaliga Amerikaning jiddiy bir tadbir qo'llanganligini orqadan Marco Rubio efendimning Panama kanaliga avatgan. Bu da Pete Hegseth bu yig'inda Osiyo Singapurda ochilgan shu dialogda yana qayta ta'kidladi. Donald Trumpning efendimniki bu maydonni nayt kuchli ravishda bir ta'kidladi. Bu Xitoyga qartilgan nayt bir kuchli bir signal deb qarayman. Pete Hegseth efendim yana mundaq dedi. Ammo chegaralarimiz va qo'shnilarimizdan boshqa yana
Kommunist Xitayning tajovuzga va xatariga qarshi tadbir almoqchimiz. Kommunist Xitayning tajovuzga va xatariga qarshi tadbir. Kommunist Xitayning tajovuzga va xatariga ikki so'zni nihoyat urg'u bilan ta'kidlab o'tdi. Birinchisi tajovuzga, yana biri xatariga. Xitayning tajovuzchi bir Xitoy ekanligini, uniki xatarlik bir Xitoy ekanligini, Amerikaning cho'nqur to'nib ketganligini kuchlik urg'uliq iboralar bilan kuchlantirib turib so'zladi Peter Hegseth efendim. O yana oldi bilan shuni bildirmoqchimanki, biz kommunist Xitoy bilan to'qinishga kirmaymiz. Ig'vogarchilik qilmaymiz. Shunaqla Xitoyni haqoratlash va bo'ysundirishning peshida emasmiz. Prezident Trump ve Amerika xalqi Xitoy xalqi va ularning madaniyatiga hurmat qildi dedi. O yana ama biz bu muhim onunki Peter Hegseth efendimninki şu yerda so'zlagan so'zlarning asos mazmunlarini yana davomlashtiraman. O yana mundaq dedi, biz bu muhim rayondan Xitoyning bizni chiqarib yetishiga urinishini qabul qila olmaymiz. İttifaqdoshlarimiz va sheriklarimizning bo'ysundirilishi va qo'rqitilishiga yo'l qo'ymaymiz. Xitoyning Osiyodagi zo'mgar davlat bo'lish orzusi aniq. Nihoyat qattiq gaplar bu. Xitoy rayondagi nihoyat nurg'un hayot kuchga to'lgan joylarga hukmronlik qilishni va kontrol qilishni o'ylashyapti. Xitoyning dunyoga va qo'shnilarga tutayotgan harakatini ogohlantirish navbatdagi nihoyat jiddiy masala. Xitoy o'zining taraqqiy qilgan kompyuter iqtidoridan foydalanib, texnikalaringizni o'g'irlab, sizning davlatingizga va Amerikaning xalqiliq ul muassasalariga hujum qilmoqda. Bu harakatlar Amerikaga xatar ilib kelib qolmay, balki fuqarolarimizning hayotiga tahdid ilib kelmoqda. Bu jumlalar, bu nutq Amerika tarixidagi Xitoy qartilgan eng kuchli bir söz ve yoki nutq deb qarayman. O yana mundaq dedi Peter Hegseth efendim. Xitoy Janubiy Xitoy dengizida qo'shnilarini bo'zaq qilyotdi. Xitoy sizni o'zingizning suvlaringizda qo'rqitmoqchi bo'lyotdi. Ochiq oshkora bo'laylikki, kommunist Xitoyning Tayvanni zo'rlik kuch bilan qo'lga olishga taraddud qilishi Osiyo Tinch okean rayoni va dunyo uchun vayron qilish xarakterdagi oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni padazlashdan keragi yo'q. Xitoy paydo qilayotgan tahdid rost va intayin yiqim bo'lishi mumkin. Bundaq bo'lmasligini umid qilamiz, ammo bo'lishi mumkin. Bu joyda Osiyo Tinch okeanda kelajaklarimiz bir-biriga bog'liq. Amerika xalqining tinch, xotirjamligi va baxt saodati sizlarning xalqinglarning baxt saodatiga bog'liq. Biz Osiyo xalqining tinchlik, muqimlik, gulinish va bexatarlik qarashlarini o'rtoqlashmoqchimiz, dedi Peter Hegseth efendim. Xulosalaganda Peter Hegseth Osiyodagi Xitoy tahdidiga uchrayotgan davlatlarni Amerika bilan birlashib Xitoyga o'rtaq qarshi turishga, buning uchun harbiy xarajatlarni oshirishga chaqirdi. Bu yerdamdi Fransiya prezidenti Macron'mu şu Singapurda o'tkazilgan IISS Shangri-La dialogi yig'iniga qatnashgan va Xitoy qarshi keskin so'zlarni qildi. Xitoyning sukunati va Shimoliy Koreyaning Yevropaga tahdid paydo qilayotgan harbiy mavjudligi haqida keskin so'zlarni qilib to'xtaldi. Bu agar Xitoy Shimoliy Koreyaning yadro qurollari yasashi va Rossiya askarlari bilan birlikda Ukraina Rossiya urushiga qatnashishini to'xtatmasa, u chog'da NATO Osiyoga kirdi va NATO Osiyodagi muhim rolni joriy qilishga boshlaydi dedi. Demek Macron bo'lsin, mayli Peter Hegseth bo'lsin, bu Singapurdagi keskin va qattiq Xitoy qartilgan keskin so'zlari va bayonlari orqali NATO'ningki Osiyoga kiradiganligidan iborat bir shabin badi deb qarayman. Endi men bek o'ylashib ketdim shu NATO agar Xitoyga kirib qolsa,
qayerga kirish kerak? Osiyodagi hamda cho'ng davlat Xitoy NATO Osiyoga kirsa, cho'qim Xitoyga kirdi. NATO kirgan vaqtda qayerga kirish kerak deb men bek jiq xaritlar qarab ketdim va o'ylanib ketdim. NATO Filippin va sharq taraflarga hargiz kirmaydi deb o'ylayman. Kirgan taqdirda u yerda chunki Amerikaninki yaqinlam 500 milliondan ortiq harbiy uskunlarni u yerga yerlashtirdi. Uningdan burunmi yetkazayotgan harbiy uskunlari bor. U yerda bir harbiy hozirliklar mavjud deb o'ylayman Xitoyga qarshi. Cho'qimmi shu g'arb tarafga, shu bizning chegaramizning bo'yiga, Himalaya tog'larining atroflariga Xitoyninki bir yo'l bir balvoqlari kesib o'tadigan Qarqurum, Himalaya shu tog'lari, uningdan keyin Tibet bilan bizning chegaramizning orlig'i, Oqsoychin, uningdan keyin Hindiston, Pokiston, Balojiston deganga o'xshash muhim Xitoy bilan birlashayotgan, ham o'qituvchi bo'layotgan raqiblar va dushmanlar raqiblar va ittifoqdoshlar bo'layotgan mushundaq bir joyga qo'yilsa, buni strategik muhim o'rin deb qarayman. Chunki bu yerda Xitoy Uyg'urlar qarta majburiy emgak vositalarini ishlatadi. Nurg'un Uyg'urlarni bu yerlardan ko'chirib, yaqinda New York gazetida bir maqola e'lon qilindi. Uningda Xitoyninki strategik holda, nuqtali holda Uyg'urlar ishtepirmiz degan ma'noda Uyg'urlarni ishkirlarga ko'chirib, mushu strategik o'rinni Uyg'urlar bo'lmasa, mushu Sharq Turkiston bo'lmasa, Xitoy quruqlik orqali nimaga dunyoga o'tamaydi. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori bo'lmasa, shuning uchun bu yerda Uyg'urlarni yo'q qilib, ishkirdagi zavodlarga ko'chman ishchi qilib avatib, bu yerga uning o'rniga Xitoy ko'chmanlarini yetkazish orqali bu yerdagi Uyg'urlarni shalonlashtirib yo'q qilish hiylasini ishlatayotganligi haqida yaxshi bir maqola e'lon qilindi. Xudoyim bilsa, men yana bir qitimliq programmalarda shu maqolalarninki tafsilotini sizlarga deb o'tishga tirishaman. Asli gapimga qaytib kelsak, so'zimdan sal chatnab ketdim. NATO nega kirish kerak? Nega kirish kerak? Men o'ylayman, dal bizning vatanimizning yuragiga, jon tomiriga, bizning vatanimiz joylashgan shu tuproqqa başlanadigan Qashqar yoki Qarqurum tog'lari, Himalaya tog'larining atroflariga kirgan vaqtida muvofiq bo'ldi deb o'ylayman. Bu yerda Uyg'urlar, Tibetlar Xitoyning zulm ostidagi mustamlika qilib olgan. Undan keyin bu yerdagi Hindiston, undan keyin Pokiston, bu yerdagi Pokiston bilan Hindistonning o'zaro nimalarım bor, ziddiyatlari, undan keyin Balojiston Pokistonning janubida shundoq bir yerga kirish kerak. Undan keyin bu yerda Xitoy dahshatli Pokiston Shizang Xitoy temir yo'lini yasayotdi. Bu yerda cho'ng Himalaya tog'larini qezib teshib, bu yerning ekologik muhitlarini bulg'ab, mishallar tunnellarni, su elektr stansiyalarini aşında qurvatdı. Onundan ki bir yerdeki en mühim bo'g'ini Tibetdan oqadigan Yaluzangbo daryosi, bu bir suv urushini keltirib chiqaryapti. Yaluzangbo daryosi sharqqa qarab eqib Xitoyning ishkirsi kelsa, ashadan bir aylanib Tibetdan Yemen tarafga qarab, Hindiston tarafga qarab eqib, u Hindiston kirgandan keyin Brahmaputra daryosi deb atilib, undan keyin u nurg'unlagan daryolarni shakllantirib, u Jammu Kashmir deydigan rayonlardan o'tib, bu yerdan Pokistonga o'tib, Pokistonda qanchalagan daryolarni shakllantirib, Indus daryolar birligi degan bir daryolarni shakllantirgan. Bu yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Indus daryolar kelishimi degan bir kelishim bor ekan. Buni hozir Hindiston asqiq qilib qo'ydi. O'tgangi programmamda deb o'tgandim. Demek, mushundaq muhim bir strategik muhim o'rin, g'avg'olar besixmagan, jangi jadallar besixmagan, qirg'inchiliklar Uyg'urlardan iborat bir millatni qirib yo'q qilib etishdan iborat bir jinoyat ishlatayotgan bir yerga NATO kirsa,
yaxshi bo'ldi, muhim to'g'riga kirgan bo'ldi deb o'ylayman. Bu o'zimning o'yim endi NATO endi balki mishalarga kirib qolar. Bu yerlarga bir karvonlar keldi cho'qim deb o'ylayman inshaalloh. Hammadan bak suyunganim shu 3800 3500 dan 3800 gacha nafar askarimizning Uyg'ur askarininki Suriya armiyasining ichida bo'lganligi, ularning asharlarga tamg'isini bosganligi. Albatta u yerda bu urushlarda u yerda qurbon bo'lgan qarindoshlarimiz bor, ularning qabrlari bor. Uyg'urlar yo'l izlash, qurol izlash, chorisizlik ichidan chora izlash yo'lida cho'qim o'zini bir ifodalash kerakdi, o'zini bir ko'rsatish kerakdi. Bir yerda bir Uyg'ur degan millatning mana shunday ishlarni qila oladigan bir oq ko'ngil zolimning zulmiga qarshi o'zini ham emas, o'zining do'stlarini qutuldirish yo'lida kurash qiladigan bir millat ekanligini bildirish kerakdi. Ular tarixlarga yozildi. Men buningdan bek xushal. Endi bu yerda bundaq to'xtab qolmaydi. Cho'qim bu yerlarda El-Shara bilan qo'l ilishib ko'rishganlar, El-Shara'ning generali, Uyg'ur generali bilan qo'l ilishib deb ko'rishdi deb o'ylayman. Har holda Uyg'urlarningki kelajagi parlaq yo'llar ichilyapti deb o'ylayman. Endi programmamningki shu xatim qismiga, quyruq qismlarga kelib qoldim. Xatim qismida men Xitoyninki ishki vaziyatlari haqida ancha-muncha to'xtalib o'tib ketaman. Tafsiliy kirmayman. Chunki biz bilan munosabati yo'q. Xitoylar hozir huquq talash kurashlari qilib, Xi Jinpingning taxtdan tushadiganligi, kimning chiqadiganligi, shunday ahvollar yuz berib o'tibdi. Xitoyninki ishki qismidan Xi Jinpingninki xildan buyon ko'rinmayotganligi, dek ahvollar mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar Xi ketib jon kelsin yoki Van kelsin, Uyg'urlarning taqdirida cho'ng o'zgarish hosil qilmaydi. Faqatlam Xitoy kommunistlarining odam almashtirishdan iborat bo'lib, ular Uyg'urlarga bir yangi bir saodat olib kelmaydi deb o'ylayman. Albatta shunday butun Uyg'urlar 100% Uyg'urlar shunday o'ylaydi deyman. Shuning uchun Vanning ketib jonning kelishi, Shining ketib yana birining kelishi Uyg'urlarning taqdirida cho'ng o'zgarish hosil qilmaydi. Butunlay Xitoy halok bo'lib gumron bo'lganda, biz mustaqil o'zimizning vatanimizni qurib chiqqanda, uningdan Uyg'urlarning kelajagi parlaq bo'lgan bo'ldi deb o'ylayman. Hozir Xitoy umumyuzlik ahvollardan qarag'aqtida butun yuz bergan ishlarningki hammasini shu qirg'inchiliklarni, o'tkazgan xatoliklarni Xi Jinpingga otib, ishni o'ngshirmoqchi bo'layotgandek ko'rinyapti. Xi Jinpingninki Xitoy ichidagi laqimi deb pishirilgan manta bor, qasqanda pishirilgan manta ashundaq ekan. Shuni kishilar Xi Jinpingga bo'lgan o'chmanligini bildirish uchun Xitoy xalqi o'zimi boshqa ovoz chiqarish, so'z qilish erkinligi bo'lmagan ekan Xitoyda. Bir qasqan mantini pishirib, bir to'r xaltiga silib, daraxtlarga esib qo'yib o'tibdi. Hamma daraxtlarda shu to'rga esilgan mantilar esilib ketgan, ashundaq kabi Xitoyninki nurg'un joylarda bu Xi Jinpingning mantiga o'xshatib zangli qilganlik ekan. Hamda o'zlaricha. Ondan boshqa men sizlarga o'tgan qitimli qaysi bir programmamda shu 2025-yildan kirgandan keyin Xitoyninki shu Beijing shahrida ajoyib g'aroyib shu tabiat hodisalarining yuz berganligini, Xitoylarning buni tahlil qilayotganligi, Xitoylarninki xurofotlikqa ishlanganligini ta'kidlab o'tib, ba'zi ahvollarni degandim. Endi shu Xitoy 2025-yil kirgandan keyin Beijingda xuddi shu nimedeklam tayfun bo'rindeklam bir bo'ronlar chiqib ketganligi, uningdan keyin shu ikki quyoshning ko'rilganligi, yana nurg'un masalalarni qaysi oldingi qismdagi bir programmalarimda sizlarga so'zlab o'tgandim. Uningdan boshqa
çatma yer təvrəşlərinin 2025 yıl kirgandan keyin Xitayını öz Xitayның içində nəhayət nurgun kiçik çoğ çatma yer təvrəşlərdən 20 neçə qitim yüz berganligini ta'kidlab o'tirib qo'yib o'tgandim. 25 may kuni Beijing'ninki etrafida kechada nəhayət yo'q kunduzdek yorib ketib bir metro taş tushib ketibdi. Beijing'ning ichi shunchalik yorib ketibdi. Bu metro taşninki tushib ketishi 2015 yili 3 noyabrda Bangkokning Taylandninki osmonda ko'rilgan shu tushib ketgan bir metro taş bakka shuningga aynan o'xshaydi ekan. Va o'xshash soatda, o'xshash vaqt yuz beribdi. Ondan başqa shuningdan keyin shu metro taş tushib ketib bir yildan keyin, ya'ni 2016 yilda 2016 yili 13 oktyabrda yana shu Bangkokda cho'ng bir ot chamberki, ot to'pi ko'rilgan ekan. O vaqtlarda shu Taylandningki krali Ramal 4 degan kishi hayotini vafot bo'lgan ekan. Mavzuning o'limidan bir azroq burun bir jilinga bir ashundaq metro taş tushgan ekan. O Xitoylarmi shu ko'k yuzdan bir taş tushsa bir o'lim bilan yuz berdi deb shunday qaraydi ekan. 2022 yili Zhejiang, Xitoyning Zhejiang o'lkasiningki osmondami bir o't shari ko'rilibdi ekan. Uzoq vaqt o'tmasdan jonzimin o'lib ketibdi. 86 yili 15 aprel kuni Xubeyda yana bir metro taş tushib ketibdi va qisqa vaqt o'tgandan keyin shu Xoyabang vazifasidan qoldirilibdi. 1997 yili 15 fevral kuni yana shu Shandongdagi Xeji degan bir yerda bir taş metro taşlar yomg'iridak ashunda urilib yerga tushibdi. 4 kun o'tgandan keyin Deng Xiaoping o'lib ketibdi ekan. Shunga Xitoylar hozir hamda shu metro taşdan tushganini Xi Jinpingninki ajalining yiqilishib qolganligi yoki huquqini ayrilib butunlay palachalab kelganligi deb tasavvur qilibdi. Biz Uyg'urlar faqat Xitoylarninki huquq almashishiga ancha ahamiyat bermaymiz. Butunlay Xitoy halok bo'lib, Xitoy kompartiyasi gumirilib bizning vatanimizdan chiqib ketgan vaqtida ondan keyin biz baxtli bir xo'shal-xo'ram bir kunlarga erishimiz deb barliq Uyg'urlar shunday o'ylaymiz deb o'ylayman. Bugungi programmamni asosan mishada oxirlashtirmoqchiman. Umidvor bo'lishini, Uyg'urlarning umidvor bo'lishini, dunyo tangpunligining o'zgarishi jarayonida jiddiy ahvollarning yuz berayotganligini, tunugunning bugungi faqat o'xshamay qolayotganligini ko'rib turyapmiz. Shuning uchun at o'lib ketadigandak cho'nqir ibodatlar qilaylik, ammo hargiz o'lmaydigandek Uyg'urlikning og'amchisiga mustahkam eslaylik. Xayr, xo'sh. Kelar qitimliq programmamda, ya'ni Xitoy g'ulaydigan az qoldi nomli programmamning 19-qismida ko'rishguncha omon bo'linglar.